Assalomu alaykum, hurmatli, aziz kitobxonlar. Men Xorazm viloyati Urganch shahridagi Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi kutubxonachisi Atayeva Zamira bo'laman. Inson ma'naviyatining yuksalishida, dunyoqarashining shakllanishida kitobning o'rni beqiyosdir. U nafaqat bilim bulog'i, tafakkur xazinasi, balki insonga do'st, to'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi tarbiyachi hamdir. Shuning uchun ham kitob qadrlanadi. Sohibqiron Amir Temur ta'biri bilan aytganda, kitob bitik, barcha bunyodkorlik, yaratuvchanlik va aql idrokning asosidir. Hayotni yaratuvchi murabbiydir. Bolalarimiz kitob o'qishi kerak. Kitob o'qigan odamdan hech qachon yomonlik chiqmaydi. Kitobsiz kelajak yo'q. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. Kitob bu qog'oz emas, kitob bu tajriba. Bu minglab insonlarning xatolari, yutuqlari va orzulari jamlangan xazina. Bir kitob o'qib, sen hech qachon ko'rmagan joylarni ko'rishing, hech qachon uchratmagan insonlardan saboq olishing mumkin. Kitob o'qigan odam boshqacha fikrlaydi. U savol beradi, shubha qiladi va eng muhimi u o'sadi. Bugun muvaffaqiyatli insonlarga qarang, ularning barchasini birlashtiradigan bitta odat bor. Ular kitob o'qiydi. Har kuni, har imkon bo'lsa, kam bo'lsa ham, kitob o'qish seni boshqalardan ajratadi. So'z boyligingni oshiradi, nutqingni ravon qiladi, o'zingga bo'lgan ishonchingni kuchaytiradi. Eslab ko'ring, oxirgi marta qachon kitob o'qigandingiz? Oxirgi marta qachon yangi fikr sizni hayratga solgandi? Bugun bitta sahifa bilan boshlang, ertaga 2 sahifa. Bir oy o'tgach esa o'zingizdagi o'zgarishni sezasiz. Chunki kitob o'qish majburiyat emas. Bu o'zingga berilgan eng katta sovg'a.